Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga Asterium platformasida qanday qilib QIC jarayonini, ya'ni shaxsni tasdiqlash bosqichlarini qadama-qadam ko'rsatib beramiz. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Asteriumning rasmiy saytiga kiring. Bosh sahifada yuqori verifikatsiyadan o'tishni taklif qiluvchi oynacha paydo bo'ladi. Unga bosing. Oyna ochilgach, davom etish tugmasini tanlang. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik belgisini qo'ying. Keyin SAMSAP ID yordamida tezlashtirilgan tekshiruvni tanlang va davom etish tugmasini bosing. Keyin esa mamlakat va shaxsni tasdiqlovchi hujjat turini tanlash kerak. Biz O'zbekistondamiz, demak O'zbekistonni tanlaymiz. Masalan, men ID kartamni tanladim, lekin sizda pasport bo'lsa, uni tanlang. Tizim hujjatni skanerlashni so'raydi. Maslahatimiz, hujjatni yorug' joyda, yaltirash va soyasiz holatda suratga oling. Avval old tomonini, so'ng esa orqa tomonini skanerlang. Ma'lumotlar aniq ko'rinayotganiga ishonch hosil qiling. So'nggi bosqichimiz yuzni skanerlash bo'ladi. Telefonni yuzingizga yaqin tuting. Yuzingiz ramka ichida to'liq ko'rinsa va tekshiruv tugashini kuting. Telefonni yuzingizga yaqin tuting. Yuzingiz ramka ichida to'liq ko'rinsa va tekshiruv tugashini kuting. Tayyor. Endi tasdiqni kutasiz va ikkinchi darajali QIC bosqichiga o'tishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz. Agar siz Asteriumdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, lekin barcha funksionalimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, birinchi va ikkinchi verifikatsiyadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Asterium brendli kripto kartasiga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi daraja majburiy. Jarayon deyarli o'xshash, lekin kichik farqliga ega. Ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik bosqichigacha hammasi birinchi darajadagi bajarasiz. Keyin yashash manzilingizni tasdiqlovchi hujjatni yuklaysiz. Muhimi, hujjatda aniq manzil ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bunday hujjatni O'zbekistonning interaktiv davlat xizmatlari portalidan MyGov.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. So'ng davom etish tugmasini bosing va tizim ma'lumotlarni tekshirib tugashini kuting. Tabriklaymiz. Endi Asterium platformasining barcha imkoniyatlari bilan to'liq foydalana olasiz. Videoni saqlab qo'ying va do'stlaringiz bilan ulashing.